Bugungi test drive'imizda GL 500 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Qani ketdik. GL 500 2015-yilda ishlab chiqarilgan 166-kuzov. Olishdan maqsad bu avtomobil yengiligida olingan, bitta odam haydagan. Hozirgi kunda 240 mingga yaqin yurdi. Bu avtomobil 240 ming kilometr Rossiya bo'yicha ko'p ham deb bo'lmaydi, kam ham. Sababi bunaqa mashinalar O'zbekistonda bunaqa kilometraj yurmaydi. Men hali to'g'risini aytsam sizlarga 2015-yil 100 mingdan ko'p yurgan GL hali to'g'risi Toshkentda ko'rmadim. Ko'pchilik aytadi, nimalari buziladi, nimalari ketadi. Shular to'g'risida bugun gaplashamiz. Bu avtomobil maksimalniy komplektatsiyada va maksimalniy ahamiyat beringlar. AMG emas, off-road rejimi bor. Off-road rejimi o'sha proходимости zo'r. Buni ham test drive qilib, o'rmonlar ichida haydab tekshiramiz va bu avtomobil bilan birga Xitoyda ishlab chiqariladigan Haval avtomobilini solishtiramiz. Bu obzorni olishimizdan sabab 3 ga bo'lamiz. Birinchi sizlarga maksimal ma'lumot GL bo'yicha beramiz. Keyin отдельно Haval bo'yicha ma'lumot beramiz va ikkilovini birlashtirgan holda video qilamiz. Qaysi biri proходимость bo'yicha yaxshi va 2015-yil ishlab chiqarilgan sistema blokirovka bilan 2020-yilda ishlab chiqarilgan blokirovочный sistemalarni solishtiramiz va shunga qarab turib bitta to'xtamga kelamiz. Baho berish bu sizlardan. Danni avtomobil yengiligida 295 ming dollarga olingan. Hozirgi kunda narxi shu avtomobilni taxminan Rossiyada 1 million 600 ming rubldan 2 million rublgacha. Bu degani где-то 25 ming dollardan 30 ming dollargacha turadi. Avtomobil juda ham tez narxini tashlagan. Bunga sabablar bor. Sabablardan bittasi kursoviy raznica Rossiyada dollar bilan rublga nisbatan. Chunki bu avtomobilni egasi zakaz qilganda pulini to'lagan kurs boshqacha bo'lgan. Mashina kelgandan keyin kurs boshqacha bo'lib qoldi. O'shani hisobiga mashina juda ham narxini tez tashlab yuborgan. Hozirgi kunda bu mashinani sotsa, o'sha yangi Haval avtomobilini olsa bo'ladi. O'shanga olishimizdan sabab eski 240 ming yurgan mashinani sotib, yangi Haval avtomobilini olgan stoyitmi, ne stoyit? Shu to'g'risida ham sizlar bilan suhbat qilamiz. O'ylaymanki, bu juda ham qiziq bo'ladi sizlarga. Hozirgi kunda bu avtomobil stage 1 tuning qilingan. Tuning nimaga qilingan sababi birinchidan rasxod kamayishi uchun,
ikkinchidan o't kuchini ozgincha ko'paytirish uchun kurchash momentlar. Bu avtomobilni oldiga taqaladigan bo'lsak, minuslaridan bittasi уже bitta restyling bo'ldi. Restyling oldi ko'rinishda unaqa katta o'zgarish bo'lmagan, orqa farasida o'zgarish bo'lgan. Restylingdan keyin yangi уже kuzov ham chiqdi va shu bilan bu avtomobil уже ancha o'zini narxida yo'qotib boryapti. O'ylaymanki yil oxiriga kelib bu avtomobillar yana ham narxi tushadi, lekin eslatib o'tmoqchiman sizlarga, Mercedes'ni agarda mashinani vaqtida servisga olib kirib, vaqtida moylarini, hamma narsasini alashtirib qarab yursa, bu mashinalar 500 ming, 700 ming kilometr yuradi. Probegidan qo'rqishingiz kerak emas. Ko'pchilik Rossiya bozorida shu avtomobillarni internetga kirib ko'rsanglar 120 ming, 100 ming, 80 ming deb yozilgan bo'ladi. Biz avtorudan primer qilib rasmlarini ham olib qo'yamiz. Sababi danna avtomobillarni spidometrini aylantirishadi va o'ylashadiki tezroq sotaman deb. Aslida bu noto'g'ri narsa. Agarda originalni probeg birinchi egasi bo'ladigan bo'lsa, bu avtomobilni tezroq sotasizlar. Sababi o'sha realniy probeg, agarda ofitsialniy dilerda obslužиваться qilsa, hamma chek, hamma qog'ozlarni o'zinglar bilan saqlanib qilib qo'ysanglar, sotayotganda bu avtomobil sizlarga juda ham katta yordam bo'ladi. Ko'pchilik srazo savol tug'iladi, nimaga beloruskiy nomerdagi mashinani video syomka qilyapsan, Rossiyada bo'lsang, Rossiyada nomerli mashina topmadingmi deb. Sababi bu avtomobilni Belarusiyadagi kompaniyamizga qo'yganmiz uchetga va qulay jihati Rossiyada bu avtomobillarga nalog katta, bu birinchi. Nimaga nalog katta? Nalog o't kuchidan to'lanadi. Mana shu mashinaga hozirgi kunga kelib rossiyskiy nomerda bo'lsa, yiliga где-то 1,5 ming dollardan 1,5 ming dollargacha taxminan to'laysizlar. Bu birinchi plus tarafi. Ikkinchi plus tarafi, beloruskiy nomerda yursanglar shtraf kelmaydi. Shu taraflama ancha qulayliklar bor. Endi mashina o'ziga taqaladigan bo'lsa, oldi ko'rinishi klassический. Bitta 170 ming kilometrda ham lupasi alishdi. Lupasi vaqt soati bilan kuyadi va yaxshi yoritmaydi. Shuni alishtirdik. Alishtirishga $470 ikkitasini qilib berishdi. $470 bu birinchi rasxotidan bittasi oldida bo'lgan. Oldida juda ham mayda tosh, skol deyiladi. Tsarapinalar ko'p. Sababi bu avtomobil qishda yurganda reagent deydi, tuz, qum sepishadi yo'lda o'sha muzlaganda. O'shani hisobiga oldi tosh bo'lib ketadi. Kim yangi mashina olsa, maslahat beraman, обязательно broneplyonka qilinglar, чтобы mana shunaqa mashinani yaxshi saqlab qolishga. Yaxshi buni kapoti balandroq, asosiy udar, bamper, faralarga и distronik. Bunda distronik turibdi, adaptivniy cruise control deyiladi. Mashinani oldingizga ketayotgan mashinani bitta masofa qilib turib, qo'yib qo'ysangiz, u mashina tezroq yursa, bu ham tez yuradi, tormozni bossa, tormozni bosadi. И bunda funksiya bor, удержание полосы. Удержание полосы chizilgan yo'ldagi chiziqlarni ichida olib yuradi. Agarda tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, rul qaltirab signal beradi. Buni haydab ko'rib, amalda sizlarga ko'rsatamiz. Yana minus tarafi где-то 200 ming kilometrda уже xiralashishni boshladi nikillari. Hali unaqa yomon emas, shunga alishtirganmiz. Motorini 1 yilda bir marta
Rossiyada iloji bo'lsa sukhoy moyka deydi. Shu sukhoy moyka qilib yuvamiz. Motorga taqiladigan bo'lsak, hech qayerdan moy oqayotgani yo'q. Hech qanaqa turbinalardan motorda problema yo'q. 240 ming kilometr yurgan bo'lsa, alishtirgan bo'lsak, natijитель deydi. Mana bu aylanadigan dumaloq remeni tortadigan narsalar alishgan va moy, filtr, akkumulyator, mana bu lattalar ishdan chiqadi. O'shalar bir marta alishdi. Motorda почти qolgan hech narsa alishgan. Juda ham надежный motor. Motor moyni yaxshi ko'radi, moy yeydi. Srednим 5000 kilometrga 1 litrgacha moy допустимый. Chunki katta motor уже probegi ham yetarli darajada, o'shanga ortig'idan ko'p yemaydi. Ko'rsatmasa. Motor 5 litr, 5 litr обозначение, lekin kubitskiy 4.7 и turbina bor. Undan tashqari aziz do'stlar, bunda ko'rib turganingizdek parktroniklari bor. Parktronikdan tashqari 360 gradus kamerasi bor. Kamerasi o'zini paytiga yomon emas. Hozir уже kameralar kачестволari ancha yaxshi bo'lib qolgan. Plus jihatlaridan bittasi mana bu ham radar parkovka qilishga yordam beradi. Bundan tashqari bu datchik sifatida ham anti elementlar, masalan deylik, yo'lda chiqib turgan bo'lsa, qanaqadir temir o'shani ko'rganda o'zi avtomatik to'xtaydi. Yoniga taqiladigan bo'lsa, avtomobilda hozirgi kunda o'zini zavodskoy diskasi turmayapti. O'zini zavodskoy diskasi 19 yoki 20 bo'ladi. Biz 21 qo'yganmiz. AMG formada и profil zavodskoy o'sha standarti bo'yicha qo'ydik. Balonga taqiladigan bo'lsa, iloji bo'lsa o'zini standart razmerlarini qo'yinglar. Ko'pchilik kattasini qo'yib yuboradi. Diskani 21 qo'yadi, yumshoqroq bo'lishi uchun diametrini kattasini qo'yishadi. Bu balon run flat, жесткий balon. Sababi juda ko'p mashina trassada yuradi. O'shanga run flat qo'yganmiz. Teshilsa ham ma'lum bir masofagacha yetib olsa bo'ladi. Tormoziga taqiladigan bo'lsa, 2 marta oporniy disk. Mana bu disk oporniy 2 marta alishdi. Chunki mashina og'ir, o'zingizlar bilasizlar. Rossiyada kuzov og'ir bo'lgandan keyin, bosganingizdan keyin suv betga tushsangiz, mikro treshinalar beradi, diskka ozgincha qiyshayadi. 2-3 marta chaqlatganimizdan keyin перегрев diski bo'ldi. Qizib ketgandan keyin qiyshayib ketdi. O'shanga yaqinda alishdi bu narsa. Oporniy disk ikkita oldi. Получается $120 $240. Orta hali alishmagan. Orta zavodskiy. Bu avtomobilda AMG versiyasida arkalari sal kattaroq bo'ladi. Nakladkalar bo'ladi. Biza AMG olmaganimizning sababi bu avtomobil juda ham ko'p har xil o'rmonlarning ichida skuter tortadi. Hozir ko'rsatamiz, farkopi bor. O'shaning uchun proходимость zo'r bo'lish uchun qo'ymagan egasi buni просто uyga borib kelish uchun emas, просто bosib ishlatish uchun olgan. Mashinadan juda ham довольный egasi. Bunaqa ko'pchiligiga o'xshab Mercedes 200 mingdan keyin chochilib ketar ekan degan gap, bu noto'g'ri narsa. Bunda pnevmo podveska turibdi. Pnevmo podveskalariga taqiladigan bo'lsa, pnevmo podveskani baloni bo'ladi. O'sha podushkasi alishtirganinglarda bittasi
tushib qolsa para qilib alishtirgan yaxshi. Shuni biza перебирать qilganmiz. Chunki buni zapchastlari Yevropadan ham ko'p keladi. Yaxshi sostoyanda bu zapchastlar ham ko'p. Oxirgi marta pneu podveskasini bitta tarafi qo'yib yuborishni boshlaganda ikki yog'ini srazu alishtirdik. $420 o'sha ikkita pneu balonga ishlatdik. Ходовойga keladigan bo'lsak, средний ходовойni buni 40 ming, 45 ming kilometrda перебирать qilish kerak. Taqillash boshlaydi. Orqasiga taqiladigan bo'lsak, orqasi o'zgacha choy. Bundoq qaraganda AMG paket bilan oddiy paketni ko'pchilik tushunadigan odam farqiga boradi, atak ko'pchilik tushunmaydi. Farqiga ham bormaydi. Minus taraflaridan bittasi bagajlik. Bizda 20 kun, 25 kun bo'ldi. Privod, elektroprivodi yo ishlayapti, yo ishlamayapti. Mana hozir ko'tarmayapti. Qaysidir payt ko'taryapti. Diagnostika qilsak, qaysidir предохранитель ishdan chiqdi deyishyapti. O'shanga buni servisga olib borib tekshirtiramiz va necha pul bo'lishini sizlarga o'sha videolarimizda xabar beramiz. Plus tarafi orqa kamerani e'tibor qilinglar. Kamera elektrichеский zadniyga berganda ochilib yopiladi. Kamera kirib bo'lmaydi. Mercedes menimcha eng zo'r решенияларdan bu bittasi. Farkop zavodskoy Mercedesga u payt Mercedes zakaz qilganida farkopni kirib chiqadigan bo'lmagan. O'shani hisobiga farkop joyida turadi. Farkopning minus tarafi parkovka qo'yganingizda juda ham yaqin parkovka qilsangiz qaysidir mashinani qirib qo'yishni mumkin. Shtekkerni qo'yganda отдельно дополнительный relay qo'yilar ekan. U relay ham где-то har 30 ming 40 mingda ishdan chiqadi. Uni ham alishtirib turish kerak. Bagajniga taqiladigan bo'lsa, Mercedes plus tarafi kim ovga yoki baliq tutgani borsa, bu avtomobilda biz boramiz. Sizlarga bitta narsani aytishim mumkin. Sidenyasini yotqizsa, чистый спальня bo'ladi. Juda ham udobli, matras qo'yib yotasizlar. Уже Mercedesda bu kuzov 2012 ning oxiridan chiqishni boshlagan уже. O'sha payt уже sideniyalarning regulirovkasi qo'yilgan. Bunda bu ham opsiya. Opsiya degani qanaqa ma'noda? Mana kelinglar bu yoqqa. Agarda passajir orqaga o'taman desa, sideniyani ko'targanda mana bu yerda knopkasi bor. Shu knopkani bosasiz, sideniya elektrichеский suriladi. Bu narsa opsiya hisoblanadi. Buni ham qo'ydirish kerak. Bu opsiya adashmasam где-то 700 евро atrofida turadi. Minus tarafi ko'tarayotganda elektrichеский emas, уже ручной ko'tarib surib qo'yishingiz kerak. Xos saloniga qaytamiz. Orqa nima minus pluslar borligini ham aytib o'taman. E'tibor beringlar. Почти ofis desa ham bo'ladi. Bu yerda hamma оборудованиemiz bor. O'sha dron, kameraning оборудованиялari, hamma narsani olib yuribmiz. Joy juda ham ko'p. Orqada o'tirgan odam mazza qilib bemalol o'tiradi. Bu yerda 3 zonli klimat. Hammaga joy yetadi. Orqada o'tirgan katta odam o'tirsa bemalol o'tirishi mumkin. Masalan, men o'tirganda o'tirib ketganman, 200 kilometr masofada orqada o'tirib ketganman. Yo'q, normal. O'tirib borib kelsa bo'ladi. Knopka ishlamayapti, e'tibor qilinglar o'sha предохранительный hisobiga. Ketdi, endi salonga o'tamiz. Salonni ko'pchilik qiziqib, qachon salonni ko'rsatarkan deb so'rashayotganlar ko'p.
Mana oynalari zavodskoy tonirovka, plyonka urilmagan, солнцезащитный paket deyiladi. Hozir bunga ham oynalarga отдельно taqalib o'tamiz. Ko'pchilik aytadi, tonirovka qilgan bo'lsang, pardani nima qilasan deb. Bu pardani o'sha payt zakaz qilganda qanaqadir opsiyani qo'ysa, po umolchanию bu opsiyani o'ziga tortib yuboradi. O'sha tortganning hisobiga avtomatik bu opsiya qo'yilib ketgan bu mashinaga. Pardasi zavodskoy, ko'pchilik zavodskoy deb o'ylamaydi, yo'q, lekin zavodskoy parda hech narsa qilinmagan. Oynalari ham tonirovkasi zavodskoy. Salonga taqiladigan bo'lsa, kojniy salon. Salonni shum izolyatsiyasi 240 ming kilometr yurgan mashina uchun yomon emas. Orqasiga taqiladigan bo'lsa, orqa sidenya surilmaydi. Bu yoq tarafda ham elektrический o'sha sidenya двигаться qiladigan funksiyasi bor. Nimadir xalaqit beryapti menimcha. Sumka, remень sumkaniki ushlab turibdi, o'shanga surilmayapti. Tak, mana shuni ko'ramiz. Shunday surilyapti, ishlayapti. Orqa monitorlar развлекательный multimedia DVD, hamma hozirgi kundagi fleshka hammasini o'qiydi. Kursi bo'ladi. Naushnik pultiga taqiladigan bo'lsa, e'tibor qilinglar. Naushniklari oldida o'tirganlarga simligi bor. Bitta ikkita kelgan. Ikkita orqa o'rindiqqa biz ishlatmaymiz simligini. O'shaning uchun mana bunaqa Bluetooth ishlaydigan беспроводной naushnik ishlatamiz. Zavodskoy Mercedes'ki batareykada bundan bosasiz yoqiladi. Hozir buni ham akustika ovozlari juda ham zo'r chiqadi. Puliga menimcha arziydi. Chem simlidan ko'ra menimcha ma'qul, yaxshiroq. Endi agarda pultiga taqiladigan bo'lsa, pulti dizayni Mercedes-ki deydi. Ja unaqa eski deb ham bo'lmaydi. E'tibor qilinglar, pult RL. Bu degani chap o'ng taraf monitor и asosiy ekran. Asosiy ekranni regulirovka qilsa bo'ladi. Oldi ekrani ham ikkiga bo'linadi. Shopur haydab ketsa menyuni ko'radi, naryo tarafdagi odam, passajir videoni ko'rib ketadi. Bu ham hammasi opsiya. Eslatib o'tamiz, yengiligida mashina $295 ming ga olingan. Menimcha Rossiyadagi eng qimmat paytida JL-lardan bittasi bo'lgan. Endi Islomjon ko'rsating salonni. Salonning ichida klimat отдельно regulirovka qilsa bo'ladi. Mikroklimat bor. Bunda oldida bu yoqqa ham beradi. И обогрев сиденья bor. DVD kerak emas bo'lsa yopib qo'yasizlar. Undan tashqari ikkita zaryadkaga 12 voltli. Buni ham opsiya hisoblanadi aziz do'stlar. Aytib o'tish joiz deb bildim. Panorama tomiga taqiladigan bo'lsa, panorama bunda ikkitali emas, 3 tali lyuk. И sidenyasini kerakli yotqizib ko'rsataman sizlarga. Mana bundoq qilsa, ko'tarsa bo'ladi отдельно. Bu yerda kompressor turadi. Dostуп juda ham oson. Ertaga bu buzilib qolsa vdруг. И yotganda bu tekis yotadi. Sidenya полностью tekis bo'ladi, yana joy qoladi. Yoki agarda yuk bu narsa ortaman desanglar, mana bitta pechak bor. Xo'sh, shuni xalaq bermasin. Sen yozincha qo'lingga surish kerak ekan. Tak, joy ko'p qo'yadi. Odam o'tishiga ham qulay. Hamma narsani nemislar gрамотно ishlashgan. Qaysidir narsalari hozir juda ham yaxshi, a'lo darajada
ishlamasligi mumkin. No, eslatib o'tmoqchiman, mashina yangi emas. 240 ming kilometr yurgan. Nimaga ishlamasligi mumkin? Ishlaydi hammasi. No, smaska, qatlaridir moylash kerak, qatlaridir anchadan beri razrabotka qilmagan, o'shani hisobiga zamokati qilib turishi mumkin deb o'ylayman. Balki noto'g'ri o'ylayotgandir, adashishim mumkin. Подлокотник yetarli darajada katta emas. Ну, в принципе, удобно. Ikkita podstakannikka, katta и kichkina. Nima desam bo'ladi? Akustika bu yerda Harman, потолок Alcantara zakaz qilmagan egasi. Ko'pchilik aytishi mumkin 500 da уже по умолчанию Alcantara deb. Zakaz qilmaganning sababi lattalini yuvishi oson, kir ko'taradi. Podголовникlar ham reguliруемый, mana bu yerdan ko'tarasizlar, knopkani bosganda o'zi avtomatически tushadi. Hammasi regulirovka bo'ladi, podголовникlar. Endi oldiga o'tamiz. Aziz do'stlar, oldiga taqiladigan bo'lsa, avtomobilda e'tibor qilinglar, 240 ming kilometr yurgan, hali ruli yaltirab ketmagan, chunki kojasi lappa и baqvat koja, bilmayman nimaga bunaqa yaxshi degan egasi. Mashina sostoyaniyasi zo'r. Bitta himchistka qilsa, ruli sideniyani uzoq borsa, shu 100 ming yurgan mashinaga o'xshab turibdi. Opsiyalardan oldidagi navorotlarda bu avtomobilda pamять сидения oldida pamять сидения 3 ta, o'sha bosib 3 ta odam o'ziga regulirovka qilsa bo'ladi. Eshikni ochib yopadigan knopkasi, bokovoy oynalarni regulirovka qilib yopadigan funksiyasi, multirul, ruldan upravлять qilsa bo'ladi, radio, DVD, o'sha multimediani upravлять qilsa bo'ladi. Bu yerda уже bu ham opsiya, garajni elektrический bo'lsa, сохранить qilsanglar ochib yopsa bo'ladi. И plus jihati e'tibor beringlar, agarda mashinani kimdir evakuatorda olib ketmoqchi bo'lsa, funksiyasi bor. Undan tashqari yana bitta funksiyasi, oynangiz ochilib ochiq qolib ketgan bo'lsa, kimdir qo'lini tiqsa, sразу signal chalib chaqiradi. Bunda yana keys go funksiya bor, keys go paket bor. Eshigi kaltsiz ochiladi, kaltsiz yopiladi. Kaltdan bosib ochib yopish hojati yo'q. И shunga yarasha уже start stop knopka, уже keys go paket olganingizda o'ziga tortib ketadi bu opsiya. Endi koja naturalniy sideniyada, hozir Islomjon sideniyani ham olib ko'rsatadilar. Yog'ochlari ham hammasi naturalniy yog'och ishlatilgan Mercedesda. И juda ham ko'p alyumin. Alyumin endi такой богатый ko'rinadi deb Mercedes o'sha elementlariga alyumin ishlatgan. Ekranni o'sha paytdagi mashina uchun rahmat, uzr kechirasizlar. Yomon emas. Ну, kattaroq qilsa ham bo'lardi. Ну, в принципе, xalaqt bermaydi. Haydab yurganingizda unaqa ko'zinglarni olmaydi. Chem yangi Mercedeslarga qaraganda. Funksiyalari juda ham ko'p. Xos funksiyalariga ham отдельно to'xtab o'tamiz. Bu knopkalar nimaga kerak? Bu yerda обогрев, sideniyani isitadigan funksiyasi bor, sideniyani sovutadigan funksiyasi bor. Mana bossa sovutadi, havo haydaydi 3 xil rejimda. Undan tashqari motor bilan salonni eshigini yopib turishdan xususiyat bor. Mashinani motori bilan salonni isitadi yoki yozda sovutadigan отдельно funksiyasi bor. Mana bosdim. E'tibor qilinglar.
salon ishlab ketdi. Shunaqa navorotlar ham bor. Bu ham opsiyaga kiradi. Salonga taqiladigan bo'lsak, avtomobilda juda ham redko o'chiradigan opsiyasi bor, night vision. Chunki avtomobil trassada yuradi. Trassada yurganda ночное видение. Uni shu kechqurun yoqib sizlarga ko'rsatamiz. Undan tashqari, 3-qatorda o'tirgan passajirlarimiz uchun mana bu orqa fortichkasi ham ochiladi. Hozir ochib ko'rsataman. E'tibor qilinglar, bu ham juda ham bir qulaylik, toza havo orqada passajirlarga kirib turadi. Yaxshi. Oldin bu pulli edi. Уже keyingi modellarda bazaga отдельно qo'shib qo'yishdi, baza opsiya bo'lib qoldi. Ночное видение knopkasi mana bu yerda joylashgan. Bu противотуманный knopka. Undan tashqari rulda обогрев rul bor. И mana bu funksiya o'sha distronikka distansiyani boshqaradigan opsiya. И o'sha обогрев rulni o'zida sideniyani rulni o'sha qimirlab, ana regulirovka qilish funksiyasi. Akustika Harman. Juda ham zo'r opsiya. Akustika o'sha paytga hozirgi vaqtdagi akustikasi zo'r. Uncha mashinada bunaqa akustika hali ham yo'q. Endi off-road rejimlariga pnevma podveskalarga taqalamiz. O'tirib olaylik. E'tibor qilinglar, shayba, ikkita shayba. Bu multimedianiki upravleniyasi. Bu bo'lsa off-road rejim. Yo'l yomon bo'lsa, o'zi avtomatik regulirovka qiladi. Qishki rejim, sport rejim va aytganimdek o'sha farkop ba'zida sotilganda pritsep tortish uchun rejimi ham bor. Danna avtomobil 3 tonna 200 yuk torta oladi. Bu yoqda o'sha tepaloga chiqsa, shu knopkani bossangiz, o'zi sekin-sekin o'z tormoz bosib pastga tushiradi. Bu korobkani mexanikaga o'tkazadi. Mana bu funksiya bo'lsa, pnevma podveska ko'tarib, podveskani tushirish. Pnevma podveskasiga taqiladigan bo'lsak, 3 rejimda ko'tariladi podveskasi. Bu pred maksimalniy ko'tarilishi 25 santimetrga ko'tarilgan avtomobil. E'tibor qilinglar, agarda qayerdadir chuqur yoki tegishini sezsa, avtomobil yana 4 santimetrga ko'tarilishi mumkin. Mana shunday bo'ladi. Menimcha paytiga eng katta klerens shu avtomobilda bo'ladi. E'tibor qilinglar, diskamizda 21 razmer dyuym kattaligi qanchalik sport rejimga tushsa maksimalni pastga o'tiradi. Hozir uni ham sport rejimga qo'yib ko'rsatib beramiz. E'tibor qiling. Juda ham tez tushadi, juda ham tez ko'tariladi. Yana 5 santimetrga pastroqqa tushadi va почти ballonlaringiz arkani ichida qoladi. Yana shuncha kerak.
hozir mashina yurmayapti. Yurmayotgani hisobiga faqat birinchi rejim o'sha maksimalniy ko'tarish bo'lsa, shu birinchi rejimda turibdi. Nolyovoy rejim bo'ladi. Nolyovoy rejim mana shu yerga taqaladi. Nima deyishim mumkin? Mana shu opsiyalari o'zini puliga egasi qo'ygan namoratlarini boshida kerak emas deb o'ylagan. Hozir tavsiyalanmaydi, sababi o'zini mana shunaqa kачестволari bilan boshqa jel avtomobillardan ajralib turadi. Endi mashinani haydab yurishini bir test drive qilib ko'rsatamiz и расход to'g'risida taqalamiz. Shular uchun kattaroq plashatkaga kelib kvadrokopterdan obzor qildik. Tepadan, yonlaridan qanaqa ko'rinishi, agar yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Shunaqa videolardan ko'proq